Okay. Yo, what's up? Assalomu alaykum. Do'stlar, salomatisizlar? Virusologiya darslarimizni davom ettiramiz. Bugun gaplashadigan virusimiz demak parvovirus haqida bo'ladi. Parvovirus eng kichkina, demak, virus guruhi shakl jihatdan boshqa DNK viruslari ichidan eng kichigi hisoblanar ekan. Xo'p, yaxshi do'stlar. Parvovirus bu virus guruhi B19 deb ham yuritiladi, B19 virusi deb ham yuritiladi, yoki parvovirus deb atashimiz ham mumkin. Demak, yuqishi asosan ikki xil yo'l orqali kechadi. Birinchisi, demak, havo tomchi yo'li orqali, ikkinchisi esa vertikal yo'l orqali. Ya'ni qanday yo'l bu? Onadan, demak, bolaga yuqadi. Xo'p, havo tomchi yoki vertikal yo'l orqali yuqar ekan, hajm jihatdan eng kichik, shakl jihatdan eng o'lchami kichik bo'lgan DNKli virus ekan. Bolalar orasida tarqaladi. Bolalar orasida tarqalishi demak isitma hamda toshma jarayonlariga sabab bo'ladi. Isitma bilan boshlanadi, demak dastlab yuqgandan so'ng, demak isitma bilan boshlanib, keyin tanada toshma bo'lishi bilan davom etadi. Qanday, demak, bunga toshmalar qanday xos, toshmaning qandayligi xos deydigan bo'lsak, dastlab bu toshmalar yuz hamda yanoq sohasidan toshib boshlaydi, ya'ni yuz yanoq sohasidan boshlanar ekan toshmalar, so'ng butun tanaga, butun badanga, demak, tarqalishi mumkin ekan. Mana shu yuz hamda yanoq sohasidan tarqalganligi uchun bu slapped cheeks deb ham ataladi, yoki aytadigan bo'lsak, o'sha tarsaki tushirilgan yuz toshmasiga o'xshab qoladi. Ya'ni yuzga tarsaki tushirsak qanday qizarib qoladi, ana o'shanga o'xshash bo'lgan toshmalar bu B19 uchun xos bo'lar ekan. Bu kasallikni, parvovirusli natijasi sabab bo'ladigan kasallikni, demak, 5-kasallik deb ham ataladi, yoki erythema infectiosum deb ham nomlanishi mumkin. Demak, nomlari ko'p. 5-kasallik fifth disease yoki erythema infectiosum deb atashimiz mumkin, hamda undagi ko'rinishni slapped cheeks, ya'ni tarsaki tushirilgan yuz deb atashimiz mumkin. Xo'p, endi bu kasallik mana bu ko'rinishda bolalarda asosan ko'p uchraydi dedik. Mana shu ko'rinishda ko'rishimiz mumkin. Demak, yuzlarga qaraydigan bo'lsak, yuz yanoq sohalari bir muncha qizarib turganligini bunda guvoh bo'lamiz. Mana shu, demak, tarsaki tushirilgan yuz simptomi hisoblanar ekan. Endi kattalar orasidachi? Kattalar orasida bu kam tarqaladi. Kattalar orasida qachon tarqaladi? Misol uchun maktab o'qituvchilari yoki bog'cha tarbiyalovchilari orasida, demak, bolalarni tarbiyalovchilar orasida mana shu bolalardan yuqgan holatlarda uchrashi mumkin ekan. Kattalarda qanday simptomlar bilan namoyon bo'ladi? Bu kattalarda boshlanishi bu ham isitma bilan boshlanadi hamda reumatoid artritga xos bo'lgan simptomlar bilan davom etadi bunda. Ya'ni bo'g'imlarda bir muncha og'riqlar bo'lishi mumkin. Immun sistemasi yaxshi holatda bo'ladigan bo'lsa, 2 haftaning ichida bolalarda ham kattalarda ham, demak, tuzalib ketish holatlari kuzatiladi. Endi nima uchun yuzda mana shu tarsaki tushirilgan yuzda qizarish bo'lyapti? Mexanizmini biroz yoritib ketadigan bo'lsak, bu parvovirus natijasida, demak, kasallanish natijasida parvovirus o'sha tushib yuzdagi qon tomirlarida yallig'lanish jarayonlariga sabab bo'ladi. Mexanizmni qisqachasini aytadigan bo'lsak, o'sha yallig'lanish jarayonlari natijasida yuzda, demak, qon tomirlar kengayadi, o'tkazuvchanlik oshadi. Mana shu ko'p qon kelish natijasida yuzda, demak, qizarish bo'ladi. Ushlab ko'radigan bo'lsak, temperatura birmuncha o'sha yuz sohasida yuqoriroq bo'lishini ham, issiqroq bo'lishini ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bir qancha immun mexanizmlar ishlaydi bunda. To'liq mexanizmlar, demak, kurslarimiz davomida ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, do'stlar, bu nima uchun 5-kasallik deb aytdik? O'zi bu yerda ko'radigan bo'lsak, first disease, second disease, third disease kabi bir qancha disease'lar bor.
6 ta dizis berilyapti. Bu kasalliklar o'sha 19-20 asrgacha bolalar orasida uchraydigan toshmali kasalliklar sanoqli bo'lgan. Mana shulardan birinchi aniqlangani qizilcha bo'lgan yoki measles. O'shaning uchun first disease deb nomlanadi. Ikkinchi aniqlangani scarlet fever. Bakteriologiya darslarimizni dastlabkilarda gaplashgan edik, eslaydigan bo'lsak. Yoki third disease, uchinchi kasallik qizamiq, rubella deb ataladi. Bu bilan keyinchalik keyingi darslarimizda batafsil tanishamiz. To'rtinchi kasallik esa aniq emas bu, ya'ni aniq termindan chiqib ketgan o'sha skarlatinaga yaqinroq bo'lgan qandaydir kasallik deb nomlanadi bu ham. Beshinchi kasallik erythema infectiosum, ya'ni mana shu fifth disease hisoblanar ekan, erythema infectiosum. Xo'p, 6-chi kasallik esa roseola infantum yoki gerpes viruslarini gaplashayotganda bu bilan ham tanishamiz. Bu qisqacha qo'shimcha ma'lumot uchun, qiziqarli bo'lganligi uchun aytib o'tib ketyapmiz. Xo'p, buni o'ziga xos bir xususiyati bor. Bu virus, ya'ni parvovirus o'ziga xos xususiyati nimada deydigan bo'lsak, bunda ham tanlab zararlash xos, o'zi ko'payib bo'linadigan hujayralarni zararlaydi. Ya'ni eritrotsitlarni prekursorlarini zararlab qo'yadi. Eritrotsitlarning prekursorlarini zararlashi natijasida suyak iligidagi eritroblast hujayralari zararlanib qoladi. Eritroblast hujayralari zararlanishi natijasida undan keyingi jarayonlar davom etmaydi. Undan keyingi jarayonlar davom etmasligi natijasida eritrotsitlar hosil bo'lishi birmuncha kamayib ketadi. Ya'ni proses o'sha prekursordan dastlabki proses stem hujayralardan bo'linib o'sha eritrotsitlar hosil bo'lgangacha bo'lgan jarayonni oladigan bo'lsak, proses boshidan to'xtayapti. Natijada undan keyingi jarayonlar o'zi davom etmayapti va mana shu aplastik krizisga sabab bo'lib qolyapti. Aplastik krizis nima deydigan bo'lsak, bu qonda eritrotsit hujayralarini miqdorini tushib kamayib ketish holati hisoblanadi. Aplastik krizis qachon uchraydi? Aplastik anemiya bilan buni adashtirish kerak emas. Aplastik anemiya hamda aplastik krizisning farqiga qisqacha to'xtalib o'tib ketadigan bo'lsak, aplastik anemiyada bu yerda qolib ketibdi. Aplastik anemiyada demak barcha qon hujayralari miqdori tushib ketadigan bo'lsa, kamayib ketadigan bo'lsa, aplastik krizisda faqatgina red blood cells, ya'ni eritrotsit hujayralarining miqdori kamayib ketadi. Demak, aplastik anemiyada barcha qon hujayralarining miqdori kamayapti. Aplastik krizisda esa faqatgina eritrotsitlar miqdori tushishini, kamayishini ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan. Xo'p, o'ziga xos qisqacha xususiyati mana shu aplastik krizis ekan. Aplastik krizisga sabab bo'lishi qachon, qaysi bemorlarda uchraydi? Immun sistemasi sust bo'lsa yoki immun sistemasi sustligi bilan birgalikda o'roqsimon anemiya bo'ladigan bo'lsa, sickle cell disease deymiz, yoki mana shu o'roqsimon anemiya bilan kasallangan hujayralarda o'zi eritrotsitlar o'roqsimon shaklda qon taloq bilan tezda parchalanib eliminatsiya qilib yuboriladi va mana shuning ustiga qo'shimcha tarzda eritrotsitlar hosil bo'lishi ham birmuncha pasayib ketgan bo'ladi. Mana shu natijasida aplastik krizis bunday bemorlarda kelib chiqishi mumkin ekan. Xo'p, parvovirus B19 ni aytdik, yuqishi havo tomchi yoki vertikal yo'l orqali. Vertikal yo'l orqali yuqishi qanday deydigan bo'lsak, vertikal yo'l orqali yuqishi onadan o'sha homilaga o'tish natijasida bo'ladi. Bunda Hydrops fetalis degan holat yuzaga keladi. Ya'ni fetusdagi ko'p miqdorda suv to'planishi, homilada ko'p miqdordagi suv to'planishi. Hydrops fetalis holatida bunda ham aplastik krizis holati, ya'ni anemiya holati yuzaga keladi. Red blood celllar miqdori birmuncha kamayib ketadi. Eritrotsitlar miqdori kamaygandan so'ng to'qimalar yaxshi kislorod bilan ta'minlanmaydi. Shu bilan birgalikda yurakni o'zi uchun ham kerakli bo'ladigan o'sha, demak, eritrotsit hujayralari yetishmaydi bunda. Natijada yurak yetishmovchiligi kelib chiqadi. Yurak yaxshi yetishmovchiligi bo'lgandan so'ng to'qimalarda shish jarayonlari, suyuqlik to'planish jarayonlari yuzaga keladi. Natijada o'lim holati kuzatilishi mumkin ekan.
Xo'p, bolalar orasida, kattalar orasida tarqalishlarini, gidropsixetalis holatlarini aytdik. Buni demak, aniqlashimiz o'sha laborator tahlillar natijasida, turli PCR reaksiyalar natijasida, immunoglobulinlarni aniqlash natijasida bo'ladi. Retikulocistlar miqdori agar qon tahlilini ko'radigan bo'lsak, birmuncha keskin kamayib ketganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Holatga ko'ra, vaziyatga ko'ra davo chorasi ham olib borilar ekan. Xo'p, do'stlar, parvovirus haqida mana shular buguncha kerakli ma'lumotlar berildi deb o'ylayman. Xo'p, darslarimiz foydali bo'layotgan bo'lsa, manfaatli bo'layotgan bo'lsa, do'stlaringizga ulashing. Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlab turing. Like, kommentlarni ayamang. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog', salomat bo'ling.